Xudo xolasa bo'g'oz uchovi ham. Uchovi ham bo'g'oz. Mana o'zi obunachilar bilib bo'lishdi. Qonunlari osilyapti. Nargilarga qaraganda bu qo'ylar yirigroq ekan. Dumbog'oshi ham chiroyli, xudo xolasa. U parta 7 ta edi. Ruga bitta ahamiyatni bering-da, jonivor. Haqiqiy o'ta boshqacha, tamom, qo'ydi qarang. Hali ishdan charchab kelgan odamlar bo'ladi-yu. Maza qilib Makkani tashab qo'yib, kitir-kitir qilib, ha. Bo'ldi. Bismillah. Yaxshi kunda yaxshi inson bilan uchrashasan deyishgan. Hoji aka, xudo xolasa siz videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Sizga haqiqiy qo'ylarni go'zallaridan, zo'rlardan chiqarib beraman. Qo'ylarni, yosh qo'ylarni haqiqiy elitasini ishqivoziga Surxondaryodan toza nasldor qo'ylarimiz yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Qani unda biz videolarimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'onda o'sha arzonchi Akramjon akamizni qo'y fermasiga yetkazganmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turing. Sizga ikki partiya ozgina qo'ylarni haqiqiy go'zallardan chiqarib beraman. Qo'ydi eng zo'rini ishqivoziga sotiladi akalar. Manzil Namanganda Tepaqo'rg'onda yana qaytarib o'tamiz. Bugun 2025-yil 14-dekabr hafta kuniga yakshanba dam olish kuni. Hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya yana o'sha arzonchi kanalda ko'rinmay ketgan Akramjon akamiz qo'shiladi. Akmaljon, nima gap aka? Charchamasdan. Maza yaxshimi? Harakatdamiz. Xudo xolasa arzon bo'ladimi aka? Videoni boshida bitta aytib o'tib ketingchi. Arzon bo'ladi, eldan arzon bo'ladi. Elda arzon bo'ladi, ha? Arzon bo'ladi. Haqiqiy qo'ydi zo'riga. Zo'ridan arzonidan chiqamiz. Gap yo'q. Obunachilar ishlaymiz faqat biz. Faqat klient uchun. Klient uchun ishlaymiz. Bugun akalar klient uchun ishlaymiz. Xudo xolasa haqiqiy kayfiyat zo'r ekan, ha. Bugun arzon qilib beraman deyapsiz-ku. Arzon beraman deb yaxshi niyatda chiqaryapti Akmaljon bular. Gap yo'q, mana jonivorlar qaranglar, qonnilari ham osilyapti-gina qo'ylarda. Qo'ylar qonni oldilari yelin tashab bo'ldi. Oldi yelin tashab bo'ldi. Mana jonivorlar qarang, xudo xolasa. Bu yerda son nechta? Bu yerda 7 dona Akmaljon. 7 dona variantlardan. Qo'chqor ko'rganmi bular aka? Qo'chqor ichida yurgan. Aha. Akmaljon bittasi yelin tashlab qoldi. O'zi yelin tashab qolibdi, manalar, ha. Mana. Yelin tashlab qolganda Akmaljon. Mana. Akmaljon. Yelin tashab qolibdi. Yelin tashlab qoldi, oldi. Mana oldi o'zi, xudo xolasa ozgina parvarishini qilishsa, bolalar beradi. Bola beradi, Oldi. haqiqatan. Imkonini berib, yaxshi qarasa, chiroyli bola beraveradi bular. Gap yo'q. Toza o'sha Surxondaryoniki dedingiz-a buni? Surxondaryo toza hisorlaridan. Toza hisor variantlarida mana jonivorlar qarang. Qo'yiladi. Haqiqiy 50 tasini ishqibozdiga mana. Jonivorlar. Xudo xolasa yaxshi suyakcha variantlardan ekan akalar. Mana qo'yiladi qarang. Oldi, xudo xolasa qo'chqor ko'rgan, yelinni sop qolibdi. Bular hammasi xudo xolasa qo'chqorni ko'rgan, ha? Hammasi qo'chqor ichida yurishgan. Aha. Qo'chqorlari bo'lsa qo'shib olishaveradi. Endi gumon bo'lib qolmasin Gumon uchun. bo'lib qolmasin. Mana shu holat, mana shu qo'y. Aha. Qo'chqor bo'lsa qo'chqor qo'shib olsa, nima yaxshi bo'ladi. Gap yo'q, lekin mana qo'ylar qaranglar, arqa boshlari qizarib qolibdi. Xudo xolasa sizlar ham gumon bo'lib qolmasligi uchun qo'chqorni qo'shib olar ekansizlar akalar. Aka, bu yerda soni 7 dona, ha? 7 dona. Qachon yetib keldi? Ular kelganiga 3 kun bo'ldi Akmaljon. Aha. Yosh oyligi. sinovi bor. Yosh oyligichi? Yosh oyligi 10 oylik. 10 oylik plus minus-da. Plus minus. Suyakcha variantlarda. Bo'yvasini nechiga berib beramiz? Bo'yvasi 70 dan balanti ham bor, 70 ga berishaveraman. 70 ga berib berasiz, 70 plusga. Ha, 70 plusga beraveraman. Mana qo'ylarni qaranglar, jonivorlar haqiqiy elita, sifat haqiqiy go'zal ekan lekin mana. Gap yo'q, toza hisori variantlarda mana qo'ylarni qarang. Jonivorlar. O'zi obunachilarimiz bu qo'yni tanib olishdi aka. Jonivorlar haqiqiy zo'r. Bizga narxi arzon bo'lsa, 7 talonni bir joyga tashab qo'yamiz. Narxi arzon, unga 4,5 million so'mdan emas. Hop, 4 million 200 ming so'mdan bir yerga ketaveradi Akmaljon. 4 million 200 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. Bir joyga ketaveradi. Mana akalar, 4 million 200 ming so'mdan xudo xolasa chiroyli qilib hayrini qilib berasizmi? Bo'ldi, telefoningizga hayrini qilib beraman Akmaljon, o'zlari. Nech pulda hayrini qilib berasiz aka? Bir joyga shuni tortib qo'yishadi obunachilar. 100 ming so'mdan o'tib beraman Akmaljon. 100 ming so'mdan. 41 dan bo'ladimi shunda? 41 dan bo'ladi. 4 million 100 mingdan akalar mana. Buni aka bir joyga olishsin, sizdan olib barakani topishsin. Xudo xolasa kommentariyada chiroyli fikrlarni bildirib qo'yishadi. Bitta o'taylik, boshqa so'ramaymiz aka. Oldi. Yana 50 ming emas, 100 ming so'mdan 4 million so'mdan. Bar aka. 4 million so'mdan bir joyga ketaveradi. Gap yo'q. Bir qora variant Akmaljon.
4 million so'mdan akalar mana xudo xolasa arzon bo'lyapti. Qo'ydi zo'rini ish qilib qo'ylar bir turuviga qarangni. Burni oqqani, undaqa kasal-kusali yo'q ekan jonivorlar. Bir hafta sinovlari bor ha. Bir hafta sinovi bor ekan. Mana qo'ylarni qarang. Haqiqiy ellikta hali ish qilib mana. Jonivorlar zo'rlarlar. Mo'l o'zi qorin tashab yillarni solyapti yana qo'ylar ha. Mana shu elimtasa yot. Gap yo'q. Bo'lib, Mana jonivorni qarang. Dumbovoshlari chiroyli, haqiqiy go'zal variantlarni. Bitta-ikkitaga-chi buni? bitta minus bor Akmaljon. Filis-milisi bor. Ha. Lekin 4,5 milliondan pastda bitadi. 4,5 million pastda bitadi. Bir jup olishsa, bir jup olsa bitadi. gap yo'q. Kelib ko'raman deganlarga lakasalar tashab beriladi. Telegramda yozsa, lakasada yozsa, men lakasani tashlab beraman. Gap yo'q. Keyingi partiyaga o'tdikmi? Keyin partiyaga o'taveramiz. Akalar naq bo'g'oziga xudo xolasa 100% ishonchligini olib boqaman degan obunachilarimizga sizlar uchun haqiqiy qo'ydi zo'rini chiqarib beraveramiz akalar. Qo'ylar xudo xolasa naq bo'g'oz ekan, o'zlari ajratib qo'yishibdi. Ikkinchi partiyaga chiroyli qilib narx qo'yib beraman dedilar, xudo xolasa. Nargilar suyaga tushmasdi, bu qo'shib berganingizda ham, ha? Bular yirikroq ekan, ha, bular, ha? Mana, xudo xolasa bular naq ekan qo'ylarmi? Qo'ylar qonnini qarang, osilib yotibdi. Yaqin bo'g'ozini ish qilib mana. Mashalloh, qo'ydi turuviga bitta qarangda. Garbonozlari. Garbonozdi, jonivor. Qo'ydi qarang, hoji aka. Xudo xolasa olani ish qivoziga 3 dona zo'rridan kelib qo'yibdi. Qo'ydi turuvini qarang. Mana. Uchov bitta qorami? Uchov bitta qora Akmaljon bir kishini. Gap yo'q mana. Bir kishini qo'ydi. Xudo xolasa obunachilarimiz ham bir joyga olib qo'yishadi bu jonivorlarni. Qonnilariga ahamiyat bering-da, osilib yotibdi jonivorlar. Mana qarang. Mana. Xudo xolasa qo'ylarimiz bo'g'oz ekan. Soni 3 dona. Ozgina, sozgina. Hammasini qulog'i butun ekan-a. Bular qayerdagi aka bu ham? Bu uchovi. Bular o'sha aşağıdagi aka. Surxondaryodan o'tgan bu ham, nargilar bilan billa. Tagi Surxondaryoniki. Mana qo'ylarni qarang. Uchovi ham Qashqa ekan-a, qo'ylar-a? Uchovi ham Qashqa. Bir kishi tepam, bir kishini qo'yib, bir kishini oldim bularni, Akmaljon. Xudo xolasa bo'g'oz, uchovi ham. Uchovi ham bo'g'oz. Mana o'zi obunachilar bilib bo'lishdi. Qonnilari osilyapti. Nargilarga qaraganda bu qo'ylar yirikroq ekan. Dumbovoshi ham chiroyli, xudo xolasa. U partiya 7 ta edi, bu 3 ta, 10 tani bir joyga olib qo'ysam tushadi obunachi. Tushadi lekin. Buni aka yoshlik qanaqa buni? Bular yoshlik 10 oylik Akmaljon. 11-10 oylik atrofida. Shunday. Mana. Jonivorlar bir turuviga ahamiyatni beringda. Qo'ylar haqiqiy zo'r. Bo'yvasi necha chiqadi? 75 chiqaradi. 75 ga, ha. 75 Filis ga olishi olsin. Gap yo'q, u yog'i bonus. Ha, u yog'i bonus. Mana jonivorlar qarang, dumbovosh chiroyli variantlarda. Mana ish qivozi, xudo xolasa bir joyga olib qo'yishadi. Aka, narxchi? Narxi bular Akmaljon 5 million emas, 4 million 800 ming so'mdan bir yerga beraman Akmaljon. Yo, endi aka 3 ta yirik qo'yimiz bor ekan. Chiroyli qilib beravering aka obunachilar. Shular-da o'zi qo'yda qiladi, 10 ta qo'yda Akmaljon. Qolganlari 1 million 800 ming yomon chiqarmayapman. Mana shu qo'y Akmaljon. O'zi dangalga 5,5 millionlik qo'y, tosh qo'y Akmaljon. U bozorda ham aka men o'zim shu mashina ichidaman aka men o'zim. To'g'ri, siz xudo xolasa arzon chiqaryapsiz. Buni aka bir joyga olib qo'ysin, chiroyli qilib hayrini qilib beraman. Bo'ldi, o'taman. Qanchadan o'tib berasizmi? Qo'ydi turuviga bitta ahamiyatni bering-da, jonivor. Haqiqiy o'ta boshqacha, tamom, qo'ydi qarang. Hali ishdan charchab kelgan odamlar bo'ladi-yu. Maza qilib. Makkani tashab qo'yib, kitir qilib, ha. Bo'ldi. 100 ming so'mdan tashab beraman Akmaljon. Bor aka, deymi aka? Beravering bor aka. Yo'q aka, o'tib berasiz-da, men obunachilar tarafman, xudo xolasa chiroyli qilib hayrini qilib bering, bir joyga olishsin, sotadiganingizni chiqaravering. Bo'ldi, 4 million 600 ming so'mdan olishsin, men 200 ming o'tib beryapman. Aka, bitta o'tib berasiz, bo'ldi, boshqa so'ramaymiz aka. Tekisdan qilaylik shuni. 4,5 dan ketaveradi aka. 4 million 500 ming. 4 million 500 ming so'm so'rashmaydi, mana ketaveradi. Gap yo'q. Uchovini bir joyga olib qolsalar, xudo xolasa 4 million 500 ming so'mdan akalar mana. Xudo xolasa qo'ylarimiz bo'g'oz ekan, qo'ylar qarang, qonnilari osilib yotibdi. Mana. Uyoltirmaydi. Sizni ham, meni ham, bu Akramjon akamizni ham xudo xolasa qo'ylar bo'g'oz ekan. Shu g'irt deqqanni qo'y ekan, qo'ylar. Deqqanni oldimda bularda Akmaljon. Gap o'zi bilinib turadi-ku o'zi. Deqqan odam bilasiz-ku, aldamaydi. Gap yo'q, mana qo'ylarni qarang. Borini gapiradi. Qulog'i ham uzun ekan, mana qo'yda.
Garbanos Canavar. boğazlar ham chutki narsa tash qo'ylar. Hammasi bo'g'ozlardan mana 100% bo'g'ozini ishqibozligi. Janovorlar turuviga bitta hagatni beringda mana. Qo'zimi aka bular? Qo'zi akajon birinchi qorinda bo'g'oz bular. Gap yo'q. Mana. Ketaveradi 4 million 500 ming so'mdan. 4 million Uchovini bir joyga olganga. Ketaveradi. Bir jip olaman deysa-chi. Bir jip olaman desa plus minusi bor. Qanchadan plus minus bor aka? 200 ming so'mdan plus minusi bor. 200 ming so'mdan plus minusi bor. Lekin uchovini bir joyga tortishsa, xudo xolasa obunachilar yutadi. Aloqaga chiqaverasizlar, bu oxirgi partiyami? Bu oxirgi partiya. Like bosib, otangga rahmat kommentar yozib tursalar, bundan ham zo'rlarni olib yurishga harakat qilamiz. Gap yo'q. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Telefonni qilaverasizlar. Ishlaring bitadi akalar. Naq bo'g'oz qo'ylarga ulgurib qoling. Bunaqalari kamayib ketyapti.